Okay, hi everyone, welcome to a new Concept English classroom. And today we will learn lesson 7 and 8. Okay, anaqta balla biz mushu oldin soatimizda o'rgangan ba'zi muhim bo'lgan mazmunlarni bir takrorlab o'taylik. Okay, endi oldingi darsimizda mushu Mr. Okay, Mr. degan chaqirishni o'rgangan emas. Masalan, Barack Hussein Obama. Shunami Obamaning ismi. Endi bu Obamani chaqirgan deb chaqiramiz Mr. Obama. Shunami? Mr. Obama. Aniqda buningki oilasi, Obamaning oilasi tiklash, shunami? Bu Obamaning oilasining hammasiningki ism familiyasi, odatda familiyasi Obama. Shunami? Masalan, Obamaning qizlarini chaqirganda Miss Obama, Obamaning ayolini chaqirganda Mrs. Obama. Mrs. Obama, Obama xonim, Miss Obama, Obama xon qiz degan ma'noda. Obama xon qiz degan ma'noda. Undan keyin endi masalan shunga o'xshash sir, masalan do'konlarda, masalan magazinlarda va yoki masalan maktablarda masalan erlarni chaqirgan hurmat yuzsirin sir, efendim deb chaqiramiz. Shunami? Maktabdagi muallim degan gap shu. Odatda teacher deb chaqirish unda odati yo'q-ku hamda inglizlarniki. Shunga sir deymiz. Okay, I'm the gentleman degan chu. Gentleman. Endi shu ommaviy so'rovlarda gentleman masalan ladies and gentlemen. Xonimlar, apandilar. Degan chaqirishganda the gentleman. Endi guy degan chu o'g'il bolalar, Amerika inglisi. Guys bolalar, o'g'il qizlarni aralashtirib hamda informal shiltilishi guy deb shiltiladi. Boy degan chu o'g'il bola. Okay. Andaqda meet. Okay, meet deganimiz ko'rishmak shunami? Andaqda nice to meet you sizdan ko'rishganimga ayt xushalman, tunji qatim ko'rishganda tanishganda ishlatamiz. Endi men xushal demakchi o'zingizning ifodangiz. Nice to meet you too. Alright. Andaqda bugun 7-dars. Are you a teacher? Okay. Siz bir o'qituvchimi? Degan shu tekstni o'rganamiz. Avval hamsa yangi so'zlarni o'rganib ketaylik, savollar. Okay, number 1, first word is I. Okay, I deganimiz nima? Masalan, men. Shunami? I deganimiz men. Okay, men birinchi shaxs birlik. Odatda I am BP'lardan nima keladi? Masalan, am keladi. Masalan, men bo'lsam, I am Ablajon. Shunami? Andaqda oldingi darsimiz beaver, BP'larni bir o'rgangan. Nima BP'l degan nima? Masalan, tarjima qilganda bo'lsa degan fe'l. Odatda fi'l va shunami? Am is are. Fi'l. Endi men yerga am kelgan masalan, I am asosan shunami? Ammo is gichorsanlar, masalan, birliklar masalan he, she, it. Odatda he degan o'g'illarga, she degan qizlarga, it degan narsalarga. Buni qaramaysan, is keldi. Okay, endi men yerga are. Okay, are degan chu bo'lsa bu ko'plikka. We, you, they degan shunami? We degan biz, you degan siz, sizlar, they ular. Qaranglar, masalan nima ma I, men shunami? Rasmdagi men. Okay, shu I degan nima? Men, I am falonchi shunami? Okay, endi biz degan chu we are. Okay, ma biz shunami? Bizning g'oyaninki o'qituvchilar. Bu nima deymiz? We are. Alright, aniqda. Biz bir o'g'il bola bo'lgan bo'lsa, buni nima deymiz? Buni he, shunami? He, agar qizchaq bo'lsa, she, she, and so it deganicha, masalan narsalarga, masalan it, masalan mashina ulamda o'jansiz narsalarga yoki hayvonotlarga it keladi. Buningga masalan nima? Is, masalan he is, she is, it is degandaka. Xo'sh, next one is am. Okay, am degan nima edi? Bo'lsa shunami? Rasmda I am Messi. Okay, men bo'lsam Messi deb shunami? Odatda shu birinchi shaxs birliknikiga bo'lsa deganga am keladi. Masalan, I am Chinese. Men bo'lsam jingoloq. I am a teacher. Men bo'lsam bir nima? O'qituvchi degandek shunga I am bo'lsa. Okay, or masalan you are good. Demakchi siz siz yaxshi shunami? You are demakchi ikkinchi shaxs birlik yoki fe'l odatda nima? Ikkinchi shaxs va yoki ko'plik. Mush ko'plik shakliga, masalan ko'plik degani biz deymiz-ku. Biz degan nima? We are. Shunaqa biz bo'lsak. Endi ular they are. Mushlarga are keladi. Are. Good. Next one is name. All right. Qaranglar name. Ism shunami?
Odatda ismingiz nima deganni bilsangiz mumkin. Nima? What's your name? What nima is bo'lsa your ismingiz name. What is your name? Ismingiz nima? So, my name is Ahmed. Okay, mening ismim Ahmed. Ahmed, shunami? Okay, my name is Ablajan. Mening ismim Ablajan. Endi men yerga my name degan men emas, vallah. Mening ismim. Okay, mening ismimni ko'rsatdi. Shunaqa, herkes o'zim emas. Agar o'zim bo'lsa, I, okay. Agar o'zim demoqchi bo'lsam, I, shunami? Endi mening ismim bo'lgan ekan men yerda my name. My name is Palanchi. Okay? Good. Next one is a what. Okay? A what. And the what in talaffuz qilgani what. Okay? What. Okay? What. What degan nima? Okay, masalan, hey, what is this? Okay, what is this? Voy, bu nima? What is this? Shunami? Okay, what is this? Bu nima? Bu bo'lsa nima? Shunami? All right, next one is nationality. Okay? Nationality. Okay, nima? Nationality. Nationality. And the davlat tavalligi. Amerikalik bu yo Angliyalikmi bu? Qaysi davlat tavalligidir? Shuni, what is your nationality? What is your nationality? What is your nationality? Davlat tavalligingiz nima? Desa, Amerikalik bo'lsa, I am American. Angliyalik. I am English. Shunami? English bo'lsa, Angliyalik. American bo'lsa, Amerikalik. All right. Next one is job. Okay, look, job. Xizmat, shunami? Okay. And the xizmatingiz nima? Nima degan nima? What is, shunami? What is your name? Ismingiz nima? What is your job? Xizmatingiz nima? Okay. And the telefon numarangiz nima deganichi? What is your phone number? Okay, phone number deganimiz telefon numeri. Okay. What is your phone number? And the Weixiningizning numeri nima? Hozir modaga hamda telefon numeri muhim emas. Odatda o'sha Weixin boshlamzadi. Telefon bo'lmasa aloqalashgan bo'lib ketdi hozir. What is your WeChat number? Okay, biz chat paranglashmak, mundashmak degan gap. WeChat number demakchi biz paranglashaylik degan inglizmi WeChat deymiz. Shuni Weixinni odatda WeChat deydi. What is your WeChat number? Nima deganmiz? What is your WeChat number? What is your WeChat number? Okay. And the keyingisi a new job. Okay. And the yangi xizmat. Yangi degan nima? New. Xizmat degani job. A new job. Okay. And the yaxshi qildingiz, obdan qildingiz deganicha good job. Agar hamda sizlar shu bir savolga to'g'ri javob bersanglar good job. Voy yaxshi qildingiz, baland qildingiz.